Salom hammaga. Bugun biz sizlar bilan HikPartner Pro'da qanday qilib parolsiz biroz qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib navbar instrumentga o'tamiz va bu yerdan chap tomonda zaifga Violin slujbaga kiramiz. Pastdan Новое zaifga bosamiz va bu yerdan Sbros paroli устройствоga bosamiz va устройство lokalniy set SDPga bosamiz va qurilmamizni ustiga bosamiz. Qurilmamizni tagidagi serial raqami rasmga olamiz. Ptichkaga bosib, rasmimizni joylab olamiz. Va bu yerga ptichka qo'yib, подтверждениеga bosib, Sbros paroli устройствоga bosamiz. Kod kelishini kutamiz. Kod keldi va buni kopirovat qilamiz. Va Новое zaifga bosib, Sbros paroli устройствоga bosib, устройство lokalniy set va biz stavit qilib bu yerga parol yozamiz. Pastiga ham xuddi shu parolni yozib bo'lib, parol to'g'ri-noto'g'riligini ko'rib olamiz. Va OK ga bosamiz. Qurilmamizning paroli o'zgardi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Bizning kanallarimizni kuzatib borishni unutmanglar.